Nurafshon shahrida ommaviy axborot vositalari xodimlari, soha faxriylari va ijtimoiy tarmoq faollari o'rtasida Spartakiada musobaqasi tashkil etildi. Unda viloyatimizning barcha tuman shaharlarining media jamoalari o'zaro bellashdilar. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bu gal sport maydonida to'p tepganlar, yugurib raqibni quvlaganlar odatdagi sportchilar emas, ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar, bloger va media sohasi faollari edi. Mikrofon o'rnida to'p, kamera o'rnida raketka, yangiliklar o'rnida esa rekordlar. Axborot maydonining fidoyilari musobaqalar doirasida sportda ham faol ekanini ko'rsatdi. Ular mini futbol, voleybol, yengil atletika, stol tennisi, shaxmat, shashka kabi sport turlarida o'zaro bellashdilar. Jarayon davomida ishtirokchilar o'rtasida nafaqat sog'lom raqobat, balki ijodiy hamjihatlik va do'stona muhit ham hukm surdi. Toshkent viloyat hokimligi, viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, viloyat kasaba uyushmalari federatsiyasi, jurnalistlar uyushmasi viloyat bo'limi hamda mana sport boshqarmasi bilan hamkorlikda bugun ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda ijtimoiy tarmoq faollari o'rtasida Spartakiada musobaqasi mana tashkil etilmoqda. Ushbu Spartakiyadani o'tkazishdan asosiy maqsad mana shu ommaviy axborot vositalari vakillarini sportga bo'lgan o'sha qiziqishlarni yanada orttirish. Ularni bir joyga to'plab, ular bilan hamjihatlikda mana shu sport musobaqalarida o'zaro do'stlikni, hamjihatlikni mustahkamlash va mana shu sport turlari orqali salomatliklarni yanada mustahkamlash. Umuman sog'lom turmush tarzini har doim biz kerak bo'lsa, birinchi navbatda ommaviy axborot vositasi vakillari biz kerak bo'lsa odamlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Mana shu masalalar barchasi ko'zlangan. Biz o'ylaymizki, bugungi Spartakiyada musobaqalarida barcha ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar, jurnalistlarimiz faol ishtirok etib, o'zlarini qiziqqan o'sha sport turlari bo'yicha eng yuqori o'rinlarni olishlariga biz ishonamiz. Mini futbol bo'yicha Toshkent tumani jamoasi barcha raqiblarni ortda qoldirib, birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Voleybol musobaqasining ayollar o'rtasidagi bahslarda esa O'rta Chirchiq tumani jamoasi g'olib deb topildi. Bundan tashqari shaxmat, shashka va yengil atletika singari sport turlarida ham yuqori faollik kuzatildi. Ta'kidlash joiz, musobaqa doirasida bir qator nominatsiyalar bo'yicha mukofotlar ham topshirildi. Umum jamoa hisobida esa Parkent tumani jamoasi g'olib deb e'lon qilindi. Bu sport musobaqasining ahamiyati juda ham katta, beqiyos. Chunki biz jurnalist, blogerlar avvalo sportning naqadar kerakli faoliyat turi ekanini targ'ibot qilishdan, yoritishdan avval biz unga munosib bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizni sportchi sifatida kashf etishimiz kerak. Sport musobaqalarida faol qatnashishimiz kerak. Sportni barcha turi bilan har bir inson shug'ullanishi kerak. U nafaqat jismoniy faollikka chaqiradi, balki aqliy faollikni ham yanada yuksaltiradi. Sport har bir insonga kerak. Ta'kidlash joiz, mazkur musobaqa sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jurnalist va blogerlar o'rtasida hamkorlik va o'zaro do'stona munosabatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.